Bu insonlar umrining oxirigacha uxlagan payti hushtak chalib, bu xurriydan ham juda ham yomon kasallik hisoblanadi. Ya'ni hushtak chalib uxlash bilan kechadigan kasallik. Burun kovlash juda ham zararli odatlardan bittasi. Hozir men sizlar bilmagan burun kovlashi zararlari to'g'risida tushuntirib ketaman. Bu videoni burnini doimiy kovlab yuradigan tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Birinchisi, burun kovlab yuradigan insonlarda burun shilliq qavatini yallig'lanishi, burun yondosh bo'shliqlarini yallig'lanishi, ya'ni yiringli kasalliklar tez-tez uchrab turadi. Ikkinchisi, burunni tez-tez qonashi kuzatilib turadi. Uchinchisi, barmoq va tirnoq ichidagi kirlar burun kovlagan paytimizda burun ichi shilliq qavatiga yopishib o'tirib qolib, bu yerda har xil yallig'lanish, vaspolitilniy proseslarga olib kelib, burun absesslari, burun furunkullari, hattoki burun ichi juda ham og'ir yiringli kasalliklarga olib boradi. To'rtinchisi va eng xavflisi burun perforatsiyalari, ya'ni burun to'sig'ini teshilishiga olib keladi. Xo'sh, unda qanaqa burunni tozalash kerak? Aksirgan paytimizda organizm burun ichiga kirib qolgan infeksiya changlarni birinchidan o'zi tabiiy yo'l bilan chiqazib yuboradi va keyingisi esa burunni qoqish orqali sizlar burun ichi infeksiyalardan, ko'rkalardan xalos bo'lishingiz mumkin. Agar qoqilmaydigan bo'lsa yoki shamollash, yiringli asoratlar bilan boshlangan bo'lsa yoki shamollashlar bo'lgan bo'lsa, unda lor shifokoriga uchrashingizni tavsiya qilamiz.